Assalomu alaykum, kanalimni kuzatuvchilari. Kanalimga xush kelibsiz. Asos andaza masalasida qiynaladigan qizlarimiz uchun meni yo'nalishimda bugun asos andaza tayyorlaymiz. Juda ham oson yo'l bilan inshaalloh. Demak, diqqat bilan kuzatamiz. Darsimizni boshlaymiz. Yelka kengligimizni o'lchab 2 ga bo'lamiz va 1 santimetr chok haqi bilan belgi qo'yamiz. Bo'yin o'yindining kengligi 9, yelkani qiyaligi 3. Ochiqlikni kim qancha xohlasa shuncha qilishi mumkin. Yelkadan ko'krak uzunligini o'lchab, to'g'ri chiziq tortib olamiz. Chizig'imizning kengligi ko'krak elinani 4 ga bo'lib 1 santimetr qo'shilgan masofada. Proymamiz har doimgidek yelka kengligimizni 2 ga bo'lamiz, 2 santimetr qo'shib olamiz. Oldi tarafda belgacha uzunlik 40 santimetr. Qarang, mana shu yerda bel aylanani o'zini alohida o'lchab oling. 80, 84 ga bo'lamiz. 20, 20 ga 3 santimetr vetichka haqi va 1 santimetr chok haqi qo'shib olamiz. 24. Endi beldan pastga bo'ksa uzunligini o'lchab oldim. 20 santimetr uzunlikda. Bo'ksa aylanamizni 4 ga bo'lamiz va 1 santimetr chok haqi beramiz. Kenglikni belgilab olamiz. Mana 29 chiqdi. Tutashtiramiz. Shu joydan 9 santimetr o'lchab oldim. Bu 9, ko'krak markazlari oralig'i 18, 2 ga bo'ldim, 9 santimetr chiqdi. Mana ko'krakdan ham, beldan ham va bo'ksadan ham 9 santimetr o'lchadim. Shu chiziqlarimizni to'g'ri qilib tutashtirib chizib olamiz. Endi vetichkamizni o'lchaymiz. Mana shu joydan 1,5 santimetr u yoqqa va 1,5 santimetr bu yoqqa. Mana bunday qilib vetichka hosil qildik. Vetichkamizni davomini to bo'ksa uzunligimizgacha chizib davom ettirib qo'yamiz. Endi bemalol kesib olishimiz mumkin. Oldi tarafimiz tayyor. Endi orqa tomonni bichishni boshlaymiz. Xuddi avvalgidek yelka kengligi 19, bo'yin o'yindining kengligi 9, o'yindining chuqurligini 3, yelkani qiyaligini 3 qilishingiz mumkin. Yelkadan ko'krak uzunligi 24, belgacha uzunlik orqa tarafda 36. Buni avvalgi roliklarimda ham gapirganman qizlar. Orqa tarafda belgacha uzunlik boshqacha chiqadi. Belgilab oldim va chiziq tortib oldim. Beldan keyin yana 20 santimetr uzunlikda bo'ksa uzunligini o'lchab oldim. To'g'ri chiziq tortdim. Mana bu joyda oldi tarafdan hisoblaganimizda 25 chiqqandi, belimiz 24, mana bu joy 29 chiqqandi qizlar. Mana bunday qilib chizib olamiz. Va proymamiz oldida ham 21 edi, orqada ham 21 santimetr. Chizdik. Mana bu joydan 9 santimetr o'lchaymiz. Bu joydan ham va pastdan ham 9 o'lchab belgilab olamiz qizlar. Xuddi avvalgidek vetichka chizib olamiz. Vetichkamizni oralig'i 1,5 chiziqdan u tarafga, 1,5 bu tarafga 3 santimetr umumiy kenglikda. Chizib oldik vetichkamizni. Endi kesib chiqamiz. Qarang, har ikkala andazalarimizni mana bunday qilib yonma-yon qilib chiziqlarni bir-biriga, bel chizig'ini bir-biriga teng qilib qo'yganimizda oldi tarafdan yuqoridan 4 santimetr raznica chiqyapti. Mana bu joy bizni belgacha uzunligimizni farqi. Oldida belgacha uzunlik 4 santimetr pastroqda edi. Endi biz mana shu joyni mana qarang 4 santimetr chiqdi rovna. Mana bunday qilib ko'krak uchigacha chizib olamiz. Chizib yuqoridagi chizig'i bo'ylab kesib, mana bunday qilib bir-biriga tekkizganimizda andazalarimiz bir-biriga bir xil rovna keladi. Mana qarang, bel chiziqlarimiz, ko'krak chiziqlarimiz, proymalarimiz bir-biriga teng keldi. Oldidan ko'krak hosil bo'ldi. Endi bu andazadan foydalanib, xohlasangiz shest, glenka yoki boshqa fasonlar chiqarishingiz mumkin. Mana qizlar, asos andaza juda ham oson. Buni har bitta klientingizga individual tayyorlab, istasangiz modellashtirib bemalol ishlatishingiz mumkin. Bilimlaringizni yanada boyitish uchun sizga sotuvdagi onlayn kurslarimizni taklif qilaman. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlaridagi Telegram va WhatsApp orqali yoki opisaniyadagi Telegram gruppamiz orqali menga bog'lanib, kurslarimiz haqidagi to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Men esa kelasi videoroliklarda siz bilan ko'rishgungacha xayrlashaman.
Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Agar sizga foydamiz tekkan bo'lsa, duolaringizda bizni eslab qo'ying.